bo'ldim, qalin o'rmonlar kezdim. Lekin shunday beqiyos o'lkani uchiramadim. Hoş gelipsiz babacan, uzoq yo'ldan kelib charchagansiz. Bizning aziz mehmonimiz bo'ling. Barchangizga baxt, omad va shodlik olib kelsin. Baba herkese
kızım bana. Bitti. Dadu deb qo'ying. Asal kızım, şeker kızım, damat kızım bana. Yenge kızım, şirin so'zim, güzel kızım bana. Kızım, kızım, canım, ağlarım olur canım. Dadu degan paytingizda tarqab ketar charchoq. Ko'ylagingiz chiroyli, siz undan chiroyli. Siz men uchun hammadan chiroyli. Asal kızım, şeker kızım, damat kızım bana. Yenge kızım, şirin so'zim, güzel kızım bana.
boshlading.
ushalsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Qadrli mehmonlar, jajji bolajonlar, bugun maktabimizda yana bir quvonchli bayram. Ziyobor xalqaro maktabi 2-yilda eng qadrli o'quvchilarini katta hayotga qadam qo'yishga birgalikda guvoh bo'lyapmiz. Yaqindagina o'quvchilarimiz endigina harflarni tanishayotgan edi. Mana oradan 4 oy o'tib bu o'quvchilarimiz nafaqat harf tanish, ravon o'qish va she'rlarni foydali yo'llash bilan bugun mana barchamizni qalbimizdan chuqur joy olishdi va bu o'quvchilarimizni mana shu savodxonlik bayramini yakunlayotganlari bilan samimiy muborakbod etamiz va savodxonlik sertifikatlarini ustozlari bilan birgalikda topshiramiz. Albatta ularni qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak. Hurmatli qadrdon o'quvchilarimiz, hammangizni savodxonlik bayramini muvaffaqiyatli yakunlayotganingiz bilan va mana shu she'rlarni ifodali o'qib, raqsdan juda chiroyli, hammamizning qalbimizda o'rin oladigan darajada ijro etganingiz bilan samimiy qutlaymiz. Va shu o'rinda biz bilan birga tepa-teng mehnat qilgan, uyda o'quvchilar bilan, ya'ni bu jajji farzandlarimiz bilan, ustozlar bilan tepa-teng mehnat qilgan ota-onalarga, buvijon, bobojonlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Natija bir tomondan bo'lmaydi hech qachon. 3 tomon teng mehnat qilsak, ya'ni ustoz, o'quvchi, ota-onalar teng mehnat qilsakgina natijaga erishamiz. Mana shunda biz bilan yelkama-yelka mehnat qilganingiz samarasi o'laroq mana jajji farzandlarimiz 4 oy ichida Xudo xolasa biz kutgandan ham yuqori natijaga erishyapti. Ana endi yilning oxirida bundan-da yuqori natijaga erishishimizda bizga yanada yordam berib, birga ko'maklashasiz degan umiddamiz. Va ushbu savodxonlik sertifikati bilan birga 1-sinfdan esdalik albomlarini birgalikda topshiramiz.